Uchinchi qirollik. Hurmatli barcha, o'tgan kunlar ichida qayerga g'oyib bo'lganim sizlarni qiziqtirayotgandir. Men boldir suyagim jarohatlanganligi sababli sehrlanmagan o'rmonda yotibman. Toj kiydirish marosimini to'xtatmanglar. Men tantanaga o'z vaqtida yetib boraman. Hammangizni suyib qoluvchi shahzoda Vendel. Xayriyat, u aloqaga chiqdi. Hamma narsa oydinlashdimi? Bu hech narsani anglatmaydi. Nima uchun valiahd shahzodamiz trollar hujumiga munosabat bildirmadi? U balki bu haqida eshitmagandir ham. Boldir jarohati rosa azob beradi axir. Xo'p, trollar podshosi Vendelni jangga chorladi. Askarlar esa tinch aholini o'ldirmoqda. Bunga barham berish shart. Bizga reja zarur. Bizda reja bor. Mehmonlarni joylashtirish rejasi. Marosimga 3 hafta vaqt qoldi. Men shahzodaga muhtojman. U mening rejamni tasdiqlab berishi lozim. Bayramona rejalarni ham tanlash kerak. Men Vendeldan xavotirdaman. Unga trollar podshosi xabarni yetkazish uchun ovchilar qasriga qarab ot qo'yaman. Ajoyib fikr. Yana bir gap. Qirolicha ozodlikda. U hamma yoqqa josus qo'ygan. Bizni bu suhbatimiz maxfiy qolishi shart. Rozimisizlar? Ha, rozimiz. Biz harbiy choralar ko'rishimiz lozim, yo'qsa bizni Vendel yo'qligida noiloj qolganlikda ayblashadi. Ana shunaqa. Lekin Menga ovchini topib ber. Ishlar chatoq. Vendelning ayollari maktubimga ishonishmadi. Ular ovchilar qasrini tekshirib ko'rish uchun chopar jo'natishdi. Chopar qaytmasligi kerak. Buyrug'ingiz ado etiladi. Agar seni o'g'irlashsa, parvoyimga ham kelmasdi. Ammo Virginia, nahotki men o'z yorimdan ayrilgan bo'lsam? Haqiqiy sevgi haqida gap ochmasang ham bo'ladi. Sen shunchaki nochor bosqinchisan. Men bilan yana shunaqa gaplashsang, g'ajib tashlayman. Nima? Men bilan mushtlashmoqchimisan? Marhamat. Shoshma. Eshityapsanmi? To'xta. Kimsizlar? Bizni kechir, oliy janob inson. Uzun sochli go'zal bir qizga ko'zing tushmadimi mabodo? Men hech narsa ko'rmayman. Men ko'rman. Ojiz o'tinchi. O'tinlar yugurib ketarmidi, ha? Tony. Nima? Uni boltasiga bir qara. Bu hamma narsani maydalay oladigan sehrli boltachi emasmi? Ehtimol. Uni qanchaga sotasiz? Qanchaga? Ha. Agar meni ismimni topsanglar, sehrli bolta sizlarniki bo'ladi. Lekin seni do'sting kallasini to'nkaga qo'yib yotadi. Agar men g'olalarni chopib bo'lgunimcha ismimni topa olmasang, uni boshini chopib tashlayman. Sizlarga nima bo'lgan odamlar? Miyalaringiz aynib qolganmi? Nega to'g'rilikcha bu narsa 100 tilda turadi deb qo'ya qolmaysizlar? Oltin tuxum tug'ishga majbur qilasizlar. Senga o'zi bu bolta kerakmi yoki yo'q? Yo'q, Virginiani izlagani boramiz. Uni ismini bilaman. Yana nima? Topdim, qo'rqma. Biz rozimiz. Meni nomimdan hal qilma. Hammasi joyida. Yo'q, hammasi joyida deyapman. Und ichaman. Juda soz. Og'ayning ismimni topguncha boshingni kundaga qo'yib turchi. Faqat Virginia uchun. To'g'ri. Xo'p. Bu endi tipirchilamasliging uchun. Uning ismi menga ma'lum. Cho'chima. Bitta g'ola qolgan bo'lsa ham mayli. Sening isming Rumpelstiltskin. Noto'g'ri. Rumpelstiltskin deyapman. Bu uni ismi emas. Yana urinib ko'r. Kenja Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin 4-chi. Yo'q. Ishqilib, Rumpel bilan boshlanadimi? Meni qo'yib yuboring. Hech qanday aybim yo'q. It qani? Nimani aytayotganingizni tushuna olmadim. Men 2 marta so'ramayman. U menimcha o'lgan. Menimcha sen aldayapsan. Lekin yolg'onni eplay olmading. Kuchuk yaralanganmi? Sizlar allanimani g'ildiratib ketayotuvdinglar. Izlar ancha chuqur edi. Sheriklaring qani? Ular seni qidirishadimi? Meni boshlariga ham urishmaydi.
Demak, ular kelishadi. Ular qurollanganmi? Bo'lmasamchi. Demak, qurollari ham yo'q. Topdim. Yo'q, Dick Van Dyke. Hech hamda. Haligi Elvis. Frankie, John, Paul, George. Ringo. Omading kelmadi. Menga qara, sal yordam bervor. Shahar Uni berdik. o'ldirganing bilan foyda toparmiding? Foyda ham gapmi? Rohatlanaman. Kalla uzish meni umrimni mazmuni-ku. O'tir. Men shu o'rmonda tug'ilganman. Malikani ilk bor ko'rganimda o'rmonchi edim. U meni qishlog'imga keldi. Ovga chiqqan ekan. Otlarini sug'orish uchun to'xtatdi. U meni yoniga chorlab, mana uni ko'rsatdi. Menga shunday dedi: "Agar shu tepki kamondan o'q ursang, u birorta jonivorning yuragiga qadalmaguncha uchaveradi. Hech qachon xato qilmaydi. Bu sehrli tepki kamonni qo'lga kiritish uchun nima qilishim lozimligini so'raganimda, ko'zingni yumgin-u, istagan tomoningga o'q uz. Shunda u seniki bo'ladi" degan. Men shunday qildim. O'q yashinday chaqnadi. U daraxtlar oralab bir chaqirim uchib borib, o'rmonda o'ynab yotgan go'dakni nobud qildi. Men o'z o'g'limning yuragidan o'qni sug'urib olayotgan vaqtimdagi Malikaning chehrasini yaxshi eslayman. "Sen meni ovchim bo'lasan" dedi. Endi tushungandirsan, ovchilik meni qismatim va meni ko'ngilxushligim. Mehr shafqat menga begona. Voy, sen mug'ombirlik qilmayapsanmi? Hoy, balki ismingni topib bo'lgandirman. Sen ismimni yaqiniga ham yo'laganing yo'q. Rostdanmi? Ismim qalpog'imda yozilgan. Hoy. So'qir bo'lganim bilan pashsha uchganini ham eshitaman. Yana bir qadam qo'ysang, oshnangni tanasi boshsiz qoladi. Sen esini yegan qotil ekansan. Ilgari ham qotillik qilganmisan? 100 martalab. Taxminan qancha odam ismingni topishga muvaffaq bo'lgan? Aytchi. Hozirgacha hech kim topolmagan. A'lo hazratlarim. Ozroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Shu yerdamisiz? Bu yerda biror kimsa bormi? Valiaht Vendel. O'sha Malikan kim o'zi? U seni o'z o'g'lingni o'ldirishga majbur qilibdi-ku. O'g'limni o'ldirish bu taqdiri azaldan. Uni qismati esa buni menga buyurish. Bu o'lkada faqat jinnilar yashar ekan. Jinnilar! Peshonaga yozilganini ko'rmay iloji yo'q. Meni endigi yozig'im seni o'ldirish. Kimligingni ayt. Hech kim emasman, onchaman. Seni o'ldiraman. Hozir shoshilinch ishlarim bor.
Sen bilan sal keyinroq gaplashamiz. Telba o'tincha. Ikki dunyoda ham topolmaysan degandim-ku. Haligi tilimni uchida turibdi. Eslayman. Hozir mana. Tezroq bo'l. To'xta. Nima? G'olalarim tugayapti. Endi kech, men bu kallani sapchadek uzaman. To'xta, Julietta. Salom. Sen bizni qutqarding. Shu sababli senga yana yordam bermoqchiman. Lekin bu oxirgisi. Juda ham ko'p baloga yo'liqar ekansan-da. Otam bilan bo'rini topganda, ularga mening qayerdaligimni ayt. Meni tezroq qutqarib olishsin. O'tinchida zaifona sim bo'lishini kim bilibdi deysiz? Julietta. Telba bir qonxo'ra Julietta bo'lsa. Ha? Voy. Hoy, pastagilar. Voy, ana bu qushlar. Men Virginiyaning yonidan keldim. Yaxshi. Qani u? U daraxtga o'xshamaydigan daraxtda. Uyga o'xshamaydigan uyda. Mastga o'xshab ajramasdan bizni o'sha yoqqa olib bor. Yugurdik. Ketdik. U mana shu daraxtning ichida. Xayr. Xo'p. Daraxtning ichida qanaqasiga? Qani? Virginiya, shu yerdamisan? Bo'ri. Ana u. Ha, Ey, bu yoqqa qanday kiriladi? Pastda eshik bor. Yaxshi. Eshik qayoqda? Eshik. Ha. Hech qanaqa eshik yo'q-ku. Eshikni qorasini ham ko'rmayapman. Hatto uni o'rni ham yo'q. Agar u jodulab qo'yilgan bo'lsa, bir haftada ham ocha olmaymiz. Sen o'zing pastga tushib uni ocha olmaysanmi? Yo'q. U meni zanjir band qilib ketgan. Daraxtga chiqa olmaysizlarmi? Obbo, yon shoxlari ham yo'q ekan. Bo'lmasa narvon topinglar. Bu yerda narvon nima qiladi? Shoshma, mana bu sehrli bolta-ku. Daraxtni chopib ag'darsang-chi. Virginiya, bir narsa so'rasam maylimi? Nima? Sochlaring hali ham uzunmi? Uzun ham gapmi, dahshat-ku. Yo'q. Ajoyib fikr. Bir umr orzu qilgan edim. Meni ardoqli muhabbatim sharsharadek zulfingni pastga tushir. Pastda ehtiyot bo'l. Ko'zingni yum. Nima uchun? Qazg'oq. Meni qazg'og'im yo'q. U hazillashdim-ku. Sen hayotimning masrur onlarisan. Hayotingni qutqarib qolishim uchun ikkinchi imkoniyat. Jasoratim hali qo'shiqlarga ko'chadi. Albatta. Sochingga oq tushibdi. Keldim.
Ehtiyot bo'l, sochingga qoqilib ketma. Bas qil. To'xta. Yaqinlashma. To'xta. Virginia! 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 Boltani ol. Dada, boltani bering. Kallasini uzib tashla. Beliga qarsillatib tushir. Yaxshi. Kechirasiz. Ay, eshikni ochinglar. Qo'lim majaqlanib ketdi, Virginia. Kechirasiz. Virginia, omonmisan? Bu yer qayer o'zi? Bu yer yomon joy. Qani ketdik. To'xtanglar. Uni bu ahvolda qoldirib bo'lmaydi. Ha, sen haqsan. Boltani ber. Tinchitib qo'ya qolaman. To'xta, o'ldirish kerak Nimaga emas. endi? U seni o'ldirmoqchi edi-ku. Sho'rlik juda ham nochor. Shundan foydalanib gumdon qilib qo'ya qolaylik. Yo'q. Tirik qolsa bizni sog' qo'ymaydi. Uning o'limini xohlamayman. Ah. Keyin pushaymon bo'lasan. Ammo vaqt o'tgan bo'ladi, ketdik. Salom bolakay. Qaytadan erkinlikka chiqqaning muborak bo'lsin. Hey, qizimning sochlari qalay? Xullas, sal oshirib yuboribman shekilli. Nega? Nima? Jim, bir og'iz gapirmang. Voy soch qani? Kal bo'pti-yu. Senga nima kerak? Haddingdan oshib ketyapsan. Senga hech kim qarshilik ko'rsatmasa, jang qilish mazada, a? Barcha trollar ichida eng ahmog'i sen ekansan. Vandal qirolligining qo'shinlari ham bor. Ular jangsiz taslim bo'lishmaydi. Qo'shin jo'natib, seni majaqlab tashlashadi. Demak, hammalarini qirib tashlayman. Men hech kimdan qo'rqmayman. Menga qara. Ko'ngling tilagan narsani so'rab beraman. Faqat Bintaundan daf bo'l. Bintuan nima bo'pti? Biz 20 chaqirim masofadagi qo'rg'onlarni bosib oldik. Bu hali boshlanishi. Men yarim qirollikni tortib olaman. Sen esa menga hech narsa qila olmaysan. Bo'lishi mumkin emas. Bu pakananing aravasi. Bo'sh. Shahzodaga qarab tur. Bo'pti. Siz gaplashasiz. Salom, cho'chqa yong'oq. Yaxshimisiz? Meni taniyapsanmi? Entoni, qamoqdan qutulib ketdingmi? Attang. Afsus. Bizni ko'zgumiz qani? Ko'zgu? U bizniki edi. Qimmatbaho ko'zgumidi? Yo'q, u sariq chaqa turadi. Qandaydir bir ko'zgu uchun shuncha yo'l bosib keldinglarmi? U sehrli ko'zgu. Biz shu orqali bu olamga o'tib qoldik. Bu yerda esa bizni tuzoqqa tushirishdi. Uyga qaytishni istaymiz xolos. Biz ko'zguni olib ketmoqchi emasmiz. Uyga yetib olish uchun foydalanmoqchimiz. Keyin esa oynalaring boshlaringdan qolsin. So'zlaring yuragimni ezib yubordi. Iltimos, uyimizga qaytishimizga izn bering. Bu endi menda emas. Hozirgina qo'shni qishloqda almashtirib oldim. Almashtirding? Xo'sh, nimaga? Bora.
Bo'ri. Bo'ri. Mendan qutulaman deb o'ylaganmiding? Men o'zgardim. Seni hukmingdan ozod bo'ldim. Meni qaytara olmaysan. Nahotki bugun oy tutiladigan kun. Qoning ko'pira boshlayapti. Axir sen bo'risan. Oy momoning ta'siridan saqlanolmaysan. Yangi do'stlaringni nima qilib qo'yishing mumkinligini tasavvur qilyapman. Menimcha qishloqqa bormaganimiz ma'qul. Cho'chqa yong'oq ko'zguni qishloqda dedi. Ko'nglim juda ham g'ash. Bu yerlar dehqonlarniki. Ular bo'rilarni yoqtirishmaydi deyapman. Antoni, quloq sol. Jimdan ayrildim. Nonushta qilaylik. Qolgani bir gap bo'lar. Hozirgina ovqatlandik-ku. Yana yegim kelyapti. Sen nima, oyimmi-ding? Tamaddi qilishimga ham xo'jayinmisan? Qiladigan ishimni endi sendan so'rab qilamanmi? Biz qishloqqa boramiz, gap tamom. Sen esa bilganingni qil. Oh, Virginia, kechir, qo'pollik qilmoqchi emasdim. Ixtiyorim o'zimda emas. Har oyda bir marta men yovuzlashib qolaman va kim uchrasa jillashaveraman. Ana shunaqa. Qaraya, kasalimiz ham bir ekan. Agar bir baloni boshlamasin desang, g'ashimga tegmaslikka harakat qil. Bilasanmi? O'zim ham shuni xohlayman, lekin ba'zan mana bu qo'zichoqlarni qara. Egasiz yurishibdi. Bunga yo'l qo'y. Xayrli tong. Salom. Meni ismim Sayli Pip. Podachi qizman. Bunga shubham yo'q. Qo'llaringiz biram baquvvat ekan-a? Agar eshigim qulflanmagan bo'lsa bormi? Nima bo'lardi? Uyimga kirib, meni qaynoq bag'ringga bosishingdan qo'rqib ketgan bo'lardim o'ziyam. Uying qayerda, Salli? mayli ketdik. Jajji Qo'zichoq qishlog'idagi yillik musobaqalarning 2-kuniga ham xush kelibsiz. Bugun qishlog'imizdagi eng yaxshi sholg'omchi tanlovi bo'ladi. Moris xonim, sizni sholg'omchangiz. Unga 9 baho beraman. Ammo yana bir bor janob Pipning sholg'omchasi g'olib chiqdi. Unga 10 baho beriladi. Baqqol Gordon Pip, bugun 9-sovriningizni qabul qilib oling. Qaranglar, Piplar yana g'olib. Ular doim yutib chiqishadi. Xonimlar va janoblar, endi qishloqning eng yaxshi pishlog'i tanlovini g'olibi e'lon qilinadi. Kechirasiz, bu yerda eng katta boshliqlaring kim? Men qishloqning ahmog'iman. Istaklar qudug'iga boshliqman. Kissamizda mayda pul qolmadimikin? Uni ko'nglini olish kerak. Qanday yaxshi o'yinchoq. U menga kimnidir eslatyapti. Bu nima? Shahzoda Vendelga qishlog'imizni sovg'asi. Unga yoqadi. Shahzoda Vendelga qishlog'imizni sovg'asi. Toj kiydirish marosimi uchun chakmon. Tilak tilashni xohlamaysizlarmi? Oxirgi pullarni qoqib olish shartmikan? Ziqnali qilma. Mening tilagim ahvolni tubdan o'zgartirib yuborish.
foydasi yo'q. Nima? Ish. Bu yerda qachonlardir sehrli chashma bo'lgan. Odamlar o'z niyatlariga erishish uchun barcha qirolliklardan kelishardi. Ammo ko'p yillar avval u qurib qoldi. Endi u suvsiz. Men unga qayta hayot bag'ishlashga qaror qildim. Bu juda qiziq tarix, ammo to'g'risini aytganda bizni ko'proq ko'zgu qiziqtiradi. Katta, qop-qora. Kimdir uni shu yerda cho'chqa yong'oq pakanadan sotib olganmish. U meni eng yoqtirgan ishim. Uni birdan suvga to'lib qolishini kutyapman. Xo'sh, nima deysizlar? Bu yigit g'irt espas jinni ekan-ku. Yo'q, nimalar deyapsiz? Meni otam g'irt jinni edi. Men esa tentakman xolos. Ana shunaqa. Bizda hamma yillik musobaqalar bilan band. Lekin sizlar xohlasangiz qolishingiz mumkin. To'g'ri, bu yer unchalik ham yaxshi joy emas. Biram badbo'y. Juda yaxshi, rahmat. Yaqindagina shu yerlardan o'tgan chayqovchi kimga ko'zgu sotganini ayta olmaysizmi? Ha, buni sudyadan so'raganingiz ma'qul. U sovrin uchun bitta pakanadan har xil buyumlar sotib olgandi. Siz uni yo'l chetidagi qahvaxonadan topasiz. U yerning taomlari ham rosayam mazali. Shuhratimiz yildan yilga ortib boryapti. Rahmat. Senga nima bo'ldi? Ming la'nat. Men tezda yotishim kerak. Menga tinch yo'q. Menga haligi quyon kerak. Uni siypalasam sal tinchlanaman. Uzun quloq, shirin quyon kerak. Tezroq. Tezroq. Harorating juda baland. Ular juda beozor ko'rinishadi, ammo aslida bunday emas. Aslida bizni o'zlariga rom etishadi. Ishtahani qo'zg'ashadi bu quyonlar. Sen uning ko'zlariga bir qaragina, u mening niyatimni bilib titrab turibdi. Isitmang ko'tarilib ketyapti. Buncha menga enagalik qilasan? Sen mening onam emassan-ku. Farishtaga o'xshab hammaga birdek g'amxo'r va mehribon bo'lishni bas qil. Daf bo'l meni yonimdan. Yo'qol dedim. Ey, meni qizim bilan qanday gaplashyapsan? Adabingni berib qo'yaymi? Bora! Bora! Ana u! Ana! Kim ekan u bo'ri? Ko'rib kelaylik-chi. Sen men bilan qolasan, men bilan qol. Yur. Juda biz bobi joy ekan. Juda zo'r kartoshka ekan. Bo'tqa ham yomon emas. Mazali ekan. Qara, ertangi musobaqa haqida yozishibdi ana u yerda. Qarang, sovrinlardan biri ko'zgu ekan. Eng yaxshi qo'zi va podachi tanloviga. Sudya bilan gaplashish kerak. Bilaman. Kechirasiz. Marhamat azizlarim. Sudya ko'rinmaydimi? U kechki taomga soat 8 da keladi. Sabzavot dimlamamdan tatib ko'ringlar. Juda maza qilib ovqatlandik. Qo'lingiz shirin ekan. Mana bu sharbatni yoqtirmadim. Shuning uchun ozgina ichdim xolos. U Colin Pipning olmalaridan tayyorlangan. Qo'zini esa meni akam Larry Pip keltirgan. Siz tanovul qilgan hamma narsani o'zimiz yetishtirganmiz. Butun 9 ta qirollikda bizdan ko'ra omilkor sohibkorlar oilasi yo'q. Qarang-a, yutuqlaringizni siri nimada? Biz mehnatkash dehqonlarmiz. Men siz dasturxonga o'tiribsizlarda. Salom. Nega yotib dam olmading? Dam olmadim, yo'q. G'ayratim ichimga sig'mayapti. Go'yo hammadan qudratliman. Quyon qani? Qanaqa quyon? Tinchlanishing uchun olib kelib beruvdim-ku. Bilmasam, qochib ketgandir-da. Ha. Ishtahangiz bo'rinikidan qolishmasa ekan.
Oy. Ha, aytgandek, studiya hozirgina keldi. Gaplashib olsangiz bo'ladi. Oh, rahmat. Rahmat. Xo'sh, bilasizmi, afandim? Bu ko'zgu aslida bizga tegishli. Ha, shunday. Kechirasiz u. Men uni halol sotib oldim. Unda hoziroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Storedan yuklab oling. Men har yili tanlov sovrinlari uchun turli xil ashyolarni sotib olaman. Muhtaram zot, men bunday ishlarni qanday qilinishini bilaman. Agar bir nechta tilla tangani sizga in'om etsak-chi? Men sudyaman. Menga pora berishlarini yoqtirmayman. Tushunaman. Yana g'ing desangiz sizni qishloqdan uloqtirishadi. Now is the month of playing when merry lambs are playing. For the lady, for the lady, for the lady, oh, each with his morning. Oha. Bu yerga birinchi kelishingizmi? Ha. Sharbatni qopqog'ini ocholmayapman. Menga yordam bera olmaysizmi, janob? Jonim bilan Ismingiz nima? Wolfson. Wolfson. Warren Wolfson. Ma'nosi bo'rivachcha-ku, to'g'rimi? Oh. Bugun men 18 ga to'laman. Bugun oqshomda zo'r tantana bo'ladi. Dumim yo'qmi, qarab oling. Judayam qiziq ekansiz-ku. Ismingiz bo'rivachcha bo'lsa, dum o'sib chiqadi degani emas-ku bu. Men bora qolay. Taqsimchada bir bo'lak go'sht qolgan edi. Bizni qizlarimizga begonalarning ilakishini yoqtirmayman, tushunarlimi? Aha, O'zi senga bu yerda nima kerak? Wolfsan. haligi men Ovozingni o'chir. Qani tashqariga chiqaylik, gaplashib olamiz. Kechirasiz. Erimni nima qilmoqchisizlar? Bu yeringizmi? Ha, uning tobi qochib turibdi. Uyga olib bormasam bo'lmaydi. Rahmat, xayrli tun. Rahmat, xayrli tun. Virginia, sen meni erim deb ataganingda o'zimni hammadan kuchliroq sezdim. Qoyil, menga juda ham Yana o'ldirib qo'yishmasin dedim seni. Yura qol. Virginia, kuchim tanamga sig'may ketyapti. Yuzlab chaqirim yursam ham charchamayman. Ha. Oh. Oyga qaragina. U shunchalar go'zalki, men lab yuborgim kelyapti. Qarang-a. Onam oy momani yaxshi ko'rardi. Biz endi tug'ilgan paytimizda yo'q, u bizni uyadan olib chiqib oyni tomosha qildirardi. Podachi qizlar juda shallaqi bo'lishadi, ammo yosh qo'zilar bilan mazaliki. Oy to'lgan tunlarda ishtaham ochilib ketadi. Bo'pti, uxlash kerak. Xayrli tun. Voy, bu juda ham kuchli sharob ekan. Qancha ichganimni ham eslolmayapman. Hey. Bugun sayr qilmaymizmi? Ha, seni bu ahvolga tushishingga men sababchiman. Men seni shu ko'yga solgan ekanman, endi buni chorasini topishim kerak. Hay. Sen shu yerda tur, xo'pmi? Xo'sh, balog'atga yetgan qizimiz qani? Podachi qizimiz Sally, aytingchi, nima uchun eng yaxshi mahsulotlarni piplar yetishtiradi? To'g'risi, buni bilmayman. Qachonlardir qishloqda sehrli quduq bo'lgan va u qurib qolgan. Buni hamma biladi. Odamlar hech narsani bilishmaydi. Bugun sen 18 yoshga to'lding. Men senga oilaviy sirimizni ochaman. Bolalar, boshlang.
Biz aka-ukalar qishloqdagi sehrli suvni yo'q qilishga qaror qilgandik. 40 yil muqaddam uni boshqa o'zanga burib yubordik. Endi sehr jodu piplarni qo'lida. Qani endi ko'zini ko'raylikchi. Judayam o'limtikku. Bu bilan sen podachi qizlar ko'rigida g'olib bo'la olmaysan. Sehrli chashmaga qanday tilaklaring bor? Mana shu qo'zichoq chaqqon va go'zal bo'lib qolsin. Bu haqiqiy mo'jiza. Ayt qo'yay. Birovga og'iz ochmaysan, yo'qsa kekirdagingni uzib tashlayman. Nabiraginam. Oh, sen meni qay ahvolga solib qo'yganingni tasavvur ham qila olmaysan. Meni muhabbatim, qudratimni sen his eta olmaysan. Men umrbod senikiman. Nima deyotganingni o'zing ham bilmaysan. Kimliging menga Ha, sen bilasan. Ha, senga hamma narsa ma'lum. Ha, sen xuddi hamma savollarga oldindan javob bera oladigan bilag'on oyimchasan. Aslida sen hech nimani bilmaysan. Sen o'zingni to'laqonli hayot bilan yashayotgandek tutyapsan, lekin aslida unday emas. Sen meni aqldan ozdiryapsan. Bas qil. Bu menga yoqmaydi. Borib uxla. Hoziroq. Yo'q desamchi. Sen bo'riga duch kelgan har qanday odam kabi dodlaysanmi? Ular dodlaydilar. Sen meni urmoqchimisan? Boshqalar ham bo'rini ko'rdi degunlaricha shunday qiladilar-ku, urishadi, so'yishadi, yondirishadi. Ular ota-onamni yoqib yuborishgan. Rahmdil odamlar, yoqimtoy dehqonlar katta alangada ularni kuydirib tashlashdi. Hoy! Sizlar men topgan narsani hayollaringizga ham keltira olmaysizlar. Piplarni yutuqlari sirini fosh qildim. Unga jon kirib qoptimi? Qanday telbalik, qanday chalkashlik. U seni maxluq bo'lganing uchungina yomon ko'radi. Sen-ku unga munosibsan, iblis, hayvon, ablah va yaramas mavjudot. Ablah. Hamrohlaring kim? Qiz haqida senga hech narsa aytmayman. Qiz haqida? O kim? Menga aytchi, u domboqnami? Iblisning urg'ochisisan, tinch qo'y meni. To'linoyga boqqin. Bo'yningga ol. Sen o qizni g'ajib tashlash istagidasan. Bo'ri degan nomingni oqla. Qizni burdalab tashla. Yo'q! Mana! Hay, bu senga yoqadimi? Hey, qo'rqitvorma. O'zi 3 soat deganda zo'rg'a tutdim. Qo'yni nega o'g'irladingiz? Eng yaxshi qo'y va podachi qiz tanlovi uchun. Yo'q. Nega yo'q deysan? Ko'zguga ega bo'lishni boshqa iloji yo'q. Men podachi qiz emasman-ku. Men oshxona dastiyoriman xolos. Buni hech qanday ahamiyati yo'q. Bu qo'yingiz biram ko'rimsiz. U bilan yutib bo'lmaydi. Agar uni sehrli quduqqa tushirsang, hammasi joyida bo'ladi. Endi esa o'zingga podachi qiz kiyimini tikib olgin. Kiyim yo'q. Mana uni ko'r. Mana shu pardadan tikib olasan. Chaqqonroq qimirla, shahzodadan ham boxabar bo'lib turgin. Salom. Xo'sh, ahvoling qanday? Yaxshi emas. Ko'z oldim xiralashib ketyapti. Men o'zimni himoyalashim kerak. Nimalar qilganimni o'zim ham bilmayman. Bir baloni boshlamasligim uchun meni bog'lab qo'y. Darhol bog'lab qo'y. Jiddiy aytyapsan. Biror mash'um ishga qo'l urmasimdan meni bog'lab qo'y deyapman. Bo'pti.
Mahkamroq. Mahkamroq. Yanayam yechilib ketmasin. Mahkam tort. Mahkam tort. Dushmaningni bog'lagandek bog'lay, yo'qsa seni yeb qo'yaman. Mahkam tort. Bo'ri! 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 Yo'q. Tovuq jo'jalarimizni talab tashlabdi. Nima? Ming la'nat. Qizni o'ldir. Yo'q. Yo'q. Menga itni keltir. Darhol. Ertalabki xunxo'rlik sababli biz tanlovimizni ertaroq boshlashga qaror qildik. Sovringa kubok bilan ko'zgu qo'yiladi. Voy, qaranglar! Qaranglar! Sen qayg'urdan paydo bo'lding? Biznikilardan emassan-ku. Sen Taviyasan, eshityapsanmi? Taviya. Chida, sabr qil. Qo'rqma, hammasi joyida bo'ladi. Sehrli quduqdan nima tilaging bor? People'larga ko'rsatgan mo'jizangni takrorla. Ajoyib qo'zi bo'lsin. Ana, jiddiy ishlar vaqti keldi. Sovringa talabgor qizlar 3 nafar bo'ladi. Demak, musobaqamiz qiziqarliroq o'tadi. Xo'sh, sizni qo'zingiz qani, oyim qiz? Hozir olib kelishadi. Unda qo'zini dumi ham yo'q. Qo'yimni omborxonaga qamaganman. Borib olib keling axir. Aks holda musobaqaga qo'yilmaysiz. Demak, ko'rikni boshlaymiz. Qadimiy odatimiz bo'yicha ishtirokchilarimiz qo'zilari haqida qo'shiq kuylaydilar. Sohib Jamol Meri Romli, ashula aytishga tayyormisiz? Baba, black sheep, have you any wool? Hoy, men bu yerdaman. Dada, bu qanaqa ola bucha? Bu ko'zguni yutib beradigan qo'yimiz. Xudo, dada, qo'zi haqida ashula bilasizmi o'zi? Salom, qora qo'zichoq bor-ku. Uni aytib bo'lishdi. Hayronman. Xohlagan qo'shig'ingni aytginu, unga qo'zi degan so'zni qo'shib qo'y. Qo'limdan kelmaydi. G'olibi bo'la olmayman. Virginia, otangni gapiga quloq sol. Agar sovrinni olishni istasang, musobaqada yutib chiqishing kerak. Little Bo Peep has lost her sheep and doesn't know where to find them. Leave them alone and they'll come home, wagging their tails behind them.
Endi navbat 3-nomzodga. Hey yigit, sen yaylovda chopib yurgan qo'chqorsan. Eng go'zal qizlarni ham lip etib shohlaysan. Endi seni arqonlab adabingni beramiz. Zang bosgan qaychi bilan soch soqoling qiramiz. Hamma baravariga qani? Hamma baravariga kuylaymiz. Singing, we will cheer you. Singing, we will cheer you. O'zingni qo'lga ol. O'ldirish vaqti yetdi. O'ldirish vaqti. Nima ham qila olardim? Bu axir qismatim-ku, ha, qismatim. Nima? Yo'q. Ha, yo'q. Men tinch va xotirjamman. Men nihoyatda xotirjamman. Men tinchman va juda ochman. 3 suluv qiz va 3 ta ajoyib qo'zilar. Bu men hakamlik qilgan eng og'ir tanlov. Men meriyaga 8 baho qo'ydim. 3-o'rinni beraman. Bu 2 qiz shunday chiroyliki, qay birini tanlashni bilmayman. Salliga 10 baho qo'yishga qaror qildim. Virginia Lucy'ga ham 10 baho berishga majburman. Nima? Durangmi? Durang bo'lishi mumkin emas. Kimdir yutishi shart. Men g'olibman. Peplar doim yutib kelgan. Sen kubokni ola qol. Menga ko'zgu Ikkala sovrin ham meniki. U qatnashmasligi kerak edi. Bu g'irromlik bo'ldi. Nimaga sen g'irt begonaga 10 baho berding? Bu o'ta ketgan qalloblik. Birinchi sovrinni meni qizalog'imga berishing kerak. Nari tur. Gap bundoq eshit. Biz yana bir podachi nomli bellashuvni o'tkazamiz. To'siqlar poygasi. Kimni qo'zisi qo'raga birinchi bo'lib yetib kelsa, o'sha yutadi. Faqat itdan va buyruqdan foydalanish mumkin. Xo'sh, bu halolmi? Yo'q. Menda podachi it yo'q. Demak, sovrin meniki bo'ladi. Ming la'nat. Men endi podachi itni qayerdan olaman? Bir nima dedingizmi? Xalaqit berma, men o'ylayapman. Lekin itingiz bor-ku. Meni itim yo'q. Mazax qilma. Buni it emasligini ko'rib turibsan-ku. Gapingda jon bor. Sen donolar donosisan. Makkorlikka qarshi ayyorlik. Ketdik. Sehrli chashma. Sen bir odamgarchilik qil. Mana bu oltin qobiqqa o'ralib qolgan sho'rlik kuchuk bachchani hayotga qaytarib ber. Yana kelibsan-da, Surbet. Har bir qiz qishloqning shu chekkasida turib, qo'yini haydash uchun itini boshqaradi. Salli, tayyormisan? Tayyorlan. Boshladik. O'ttiz soniya o'tdi. Qilib amalga oshsin-da. Zora chashma o'z kuchini ko'rsatsa. Yo. Endi nima qilaman? Qo'raga qamaldi. A'lo natija. 85 soniya. Ha, ajoyib. Shahzoda. Qani. Boshla, Azamat, boshla.
Yaxshi. Qara shahzoda. Qara shahzoda, borib olib kel. Ey qoyil, ofarin. Aslingga qaytib kelishing muborak bo'lsin. Voy. Ahmoq. Ay. Nega meni haykalga aylantirib qo'yding? Unday qilmoqchi emasdim. Shunday bo'lib qoldi. Seni trollardan qutqarmoqchi edim. Xizmatkorlarimning eng qo'poli sensan. Tentaklarni tentagisan. Shuni tan olasanmi? Ha, mayli. Hozircha men seni yordamingga muhtojman. Vaqt ketdi, boshladik. Qo'zichoq, oldimga yugur! Yugura qolsang-chi! Bo'la qol, qo'zichoq! Yugura qol, qo'zichoq! Yugur! Tezroq bo'l! Tezroq bo'l, yugur! 30 soniya o'tdi. Yugur, tezroq! Tezroq, yugur! Voy, bechoragina. Peshonang sho'r ekan. Men g'oliba bo'ldim. 50 soniya o'tdi. Yugur pushtirang, sho'rtimshoq. Esini yegan eshakmi ye? G'ajib tashlamasimdan yugur. Qayerdan kelib qoldi? Tezroq, shahzoda, tezroq! 70 soniya o'tdi. Chaqqon harakat qilmasang burdalab tashlayman. Qani bo'l, chaqqonroq qimirla. 81, 82, 83. Virginiya yilning eng yaxshi podachi qizi. Qoyil! Yo'q! Barakalla. Hiplarni yengadiganlar ham bor ekan-ku. Sovrinlaringizni oling. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Bu guruhimizning mashaqqatli mehnati. Salomat bo'ling. Yo'q! Siz meni aldadingiz. Meni rosa ishontirgandingiz. Menimcha bu jodugar qudug'imizning siridan ogoh. Bunga shubham yo'q. Sizni deb barchani yo'lida ahmoqqa o'xshab ko'rindim. Hali buning uchun javob berasiz. Yo'ldan qoch. Ko'rsata qol, nima gap? Bizni olamimizni ko'rsat. Bilmadim. Balki shahzoda bilar. Uni ishga tushiradigan maxfiy muruvvati bo'lish kerak. Uni muruvvati bor ekan. Xo'sh, o'tgan safar qanday qilib uni ishlatuvding? Uni ustiga yiqilib tushuvdim. Topish qiyin bo'lmasa kerak. Mana bu nima? Markaziy xiyobon. Olman ko'chasi. Sallini o'ldirishdi. Biz uni jinoyat ustida tutib oldik. Meni o'ldirishdi. Biz uni jinoyat ustida tutib oldik. Qani o'ldirildi. Biz qotilni ushladik. Uni yondiramiz. Qo'y, men hech narsa qilmadim. Qo'yvoringlar meni. Men hech narsa qilmadim. Yo'q. Qo'yvoringlar. Qani yor. Yo'q. Meni aybim yo'q. Virginiya. Mazangiz qochdimi, hazrat oliylari? Nima bo'ldi? Menga oyna topib beringlar. Hey, oyna olib keling. Yaramas tentak. Barcha ko'ngilsizliklarim sababkori. Yaramas. Endi o'zingni o'ldim deyaver. Joningni sug'urib olaman. Darhol urushni to'xtat. Aks holda mahv etilib, qirolligingdan ham ayrilasan. Kalta fahim! Men bu mamlakatni zabt etaman. Keyin seni majag'lab tashlayman. Trollar podshosi mamlakatimizni vayron qilmoqda. Chigirtkatek bostirib kelishmoqda. Trollar butun qirollikni bosib oladigan darajada qudratli emas-ku. Ularni kim to'xtata oladi? Hech kimdan sado chiqmasa men aytaman.
Shunday bir notinch vaziyatda shahzoda Vendel qani? U qayerda? U o'z toj kiydirish marosimi oldidan jasorat namunalarini ko'rsatishi lozim edi. Lekin xatarli paytda qochib ketdi. Ha, u shunday qildi. U qirol bo'lmoqlikka noloyiq. Shunday deb yozing. Yozing dedim. Janoblar, ma'zur tutasiz. Yomon xabar keltirdim. Yana nima gap? Vikont Lanskining arg'umog'i o'rmondan yolg'iz qaytib keldi. O'zi esa yo'q. Janoblar, boshqa ilojimiz qolmadi. O'zimizni himoyalash uchun 1 va 9 qirolliklardan harbiy yordam olmasak bo'lmaydi. Afsuski, ularning yordamlari bizga qimmatga tushadi. Ha, 4 qirollik bo'lib tashlanib, abadiyga 9 qirollikning boshqaruviga o'tadi. Vendel esa taxtga o'tirish huquqidan umrbod mahrum etiladi. Yo'q. Yo'q. Men bunga ko'nmayman. Men toj kiydirish marosimiga 3,5 yil tayyorlanganman. Marosimingizni unuting, Lord Rupert. Biz yo mustaqilligimizdan voz kechamiz yoki hamma narsadan ayrilamiz. Virginia, bu dahshatli anglashilmovchilik. Menga qarab bo'ra. Biz uyga qaytyapmiz. Meni tashlab ketma. Biz bu yerda begonamiz. Yo'q. Boshingga tushgan ko'rguliklarga ham bizlarning aloqamiz yo'q. Iltimos, yig'lama. Yig'lashing befoyda. Ko'z yoshing qalbimni o'zgartira olmaydi. U yer bizning uyimiz, shahzoda. Lekin mening yurtim emas. Toki sen meni xizmatkorim ekansan, uyga qaytishni xayolingga ham keltirma. Bo'pti. Aljirashni bas qil, itvachcha hazratlari. Men seni quling emasman. Xo'sh, unga qarorimizni aytdingmi? Ha. Umuman, unchalik emas. Unchalik emas deganing nimasi? Men uni sudda himoya qilishga rozilik berdim. Nimalar deyapsan, Virginia? Menimcha, u hech kimni o'ldirmagan. Sen shunday deb o'ylayapsanmi? U yoqda qiz bola o'lib yotibdi. Uni o'rnida sen bo'lishing ham mumkin edi. Bo'ri baribir bo'riligini qiladi. Umringda birinchi marta aqlli gap aytding, Anthony. Ko'zgu endi qo'limizda. Istalgan paytimizda uyga qaytishimiz mumkin. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun ham hozirroq uyga qaytamiz. Yo'qsa jodugarlar bizni cho'chqaga aylantirib qo'yishadi yoki goblinlar yo'q qilib yuborishadi. Uni qutqarmagunimcha yo'lga chiqmayman. Tentaklik. Filmlarni o'zbek tilida ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Aravadagi pohol ostiga yashirib qo'y. Ilgari sen bunday qaysar emas eding. Buni bo'ridan o'rgandingmi? Kimdandir odamgarchilikni o'rganishim kerak edi-da. Kiyiming g'alati-ku. Boshqa kiyadigan narsam yo'q edi. Yo sizda bormi? Virginia, sen bu yerlarni qonunini bilmaysan, hatto qonunshunos ham emassan. Balki men himoyachilik qilarman. Nima? Sizni shuncha yillardan beri barcha falokatlardan asrab kelayotgan men emasmidim? Bu yerda qotillik haqida gap boryapti. Sudlov juda murakkab ish. Ish chatoq, ish juda ham rasvo. Meni hurmatli himoyachim bu ishni yutqazsa kerak. Sudyalar, maslahatchi bari menga qarshi kayfiyatda. Ruhingni tushirishga hech qanday asos yo'q. Har qanday maslahatchilarni ham yo'lga solish mumkin, faqat Xudo. Uni yoqib yuborish kerak. Yoqib yuborish kerak. Borini yoqish kerak. Yoqamiz. Yondirib kul qiling. Yondirib tashlanglar. Ming la'nat senga. Adolat qaror La'nati. qilsin. Yoqib yuboringlar. Yoqamiz. La'nati. Yoqamiz. Uni yoqib Uni yoqish yuboring. kerak. Turinglar, sud kelyapti. Men bu bo'rini jinoyati uchun o'limga hukm qilar ekanman. Unga achinaman ham. E'tirozim bor, sudya janoblari. Himoyamdagi shaxsning aybi hali isbotlangani yo'q. Xo'p, yaxshi.
Bo'lmasa boshlay qolaylik. Xonimlar va janoblar. Maslahatchi sovliqlar va qo'chqorlar. Siz bu mahkamani tark etishingizdan avval men himoyamdagi shaxsning aybsizligini isbotlab, haqiqiy qotilni mana shu yerda fosh qilaman. Rozi Pip, menga choy bilan kulcha keltiring. Rahmat. Mana bu bechora odamga bir qaranglar-a. Shu bo'riga o'xshar ekanmi? Yo'q. Ammo u begona. Begona esa bu yerda bo'ri bilan barobar. Bo'ri esa siz uchun qotil. Nahotki aslida ham shunday bo'lsa. Siz juda to'g'ri anglabsiz. Endi so'z ayblovchiga. Janoblari, men so'zimni endi boshladim. Birinchi guvohimni taklif etaman. U Pip. Siz ayblanuvchini jinoyat sodir etilgan joydan qochayotganini ko'rdingizmi? Ha, yaxshilab tanib qoldim. Bu o'sha. Men emasdim. Janob Pip. Bu men emasman. Olovga tashlansin. Siz buni o'qiy olasizmi? Albatta o'qiy olaman. Shunday yozilgan ijro hujjati qishloq kengashi. Rahmat. Mana bu yerdan ham o'qiy olasizmi? Gapingizga qaraganda, siz ayblanuvchini shu masofadan ko'rgansiz, shundaymi? Qishloq kengashi qaroriga muvofiq 714-raqamli qo'zichoq kabob qilinsin. Rahmat, boshqa savolim yo'q. Ado bo'ldim. Unga yordam bermasak bo'lmaydi. U bo'ri-ku. Uni qutqarib qola olmaymiz. Asfala sofinga rixlat qiladi endi. Virjiniya unga ishonadi. Men Virjiniyaga ishonaman. Har qancha gapirganing bilan unga yordam berib bo'lmaydi. Yo'q desang seni haydab yuboraman. Pip xonim, kasbingiz nima? Men podachiman. Podachimi yoki yengil oyoqmi? Men odobli qizman. U yonimizga kelib bizga siypalanmoqchi bo'ldi. Hatto dumini ham ko'rsatdi. Bu yolg'on, yolg'on. O'zlari meni yo'ldan urishdi. Yo'ldan urishdi? Qanaqasiga? Hech qanaqasiga. Ular meni kuydirmoqchi bo'lishdi. Pip xonim. Anglashimcha, siz va Pip xonim qishloqdagi eng yengiltak qizlar bo'lgansiz. Meni achchig'imni chiqarmang. Aks holda mash'um qotil bo'ri bilan birga o'tda kuydirilishga hukm qilinasiz. Yo'q, Tashlang. o'tga tashlang. Aytchi, nimani his qilyapsan? Hamma yoqda seni hiding-a. Tuzukroq qisqab ko'rganing ham yo'qmi? Chuqurroq nafas ol. O'zing to'rt oyoqlab emaklaginda hidlayver. Yerdan faqat tezak hidi anqiyapti. Yo, sen buni bilmasmiding? Odamnikichi? Yuzlab odamniki aralash quralash. To'g'ri, lekin sendek buyuk ovchi nahotki bilish kerak bo'lgan eng muhimini ajratib ola olmasa. Ko'ndirding. Is oldingmi? Sally Pipni ta'riflab bera olasizmi? E'tiroz bildiraman. Sally juda yoqimtoy, do'mboqqina, shirali qiz. Siz chidab tura olmadingiz. Yo'q, men o'z so'zlarimni qaytarib olaman. U och qolib aljirash kasaliga yo'liqqan. Aljirash kasalligini hamma turi bilan og'riganman. Qotillik arafasida tovuqxonada yuz bergan qirg'in oqibatida 10 ta tovuq jon bergan. Bu ishga sizning aloqangiz bormi? Meni xafa qilyapsiz, O'sha sir. tovuqlarni siz o'ldirganmisiz? Yo'q, sir. Tovuqxonaga yaqinlashmadingiz hammi? Albatta yo'q, sir. U holda manaviga nima deysiz? Ko'ylagingizni bir parchasi o'sha jabrdiyda tovuqlar katagidan topildi. Ha, tovuqmi? Eslab ko'raychi. Ha, tovuq. Ha, bo'ldi. Menimcha ularni o'zim g'ajiganman. Keyin esa Sally Pipni gum qilgansiz. Ikkita jo'jani deb qotil bo'lib ketaveramanmi? Tovuq xo'rligim rost, lekin qizga tekkanim yo'q, qasam ichaman men. U holda nega yolg'on gapirdingiz? Ha, nima uchun? Agar tovuq xo'rligimni bo'ynimga olsam, qizni burdalanishida ham ayblashadi deb qo'rqdim. Biz xuddi shu qarorga keldik. Lekin bu ishni qilganim yo'q. Men emas, Virjiniya. U aybdor emas. Men bu ishni qilmaganman. Qilish kerak. Bu ishni qilmagan. Uning gunohi yo'q. Xo'sh,
Agar u bu ishni qilmagan bo'lsa, Sally Pipni kim o'ldirgan? Xo'sh, kim o'ldirgan? Men ham shuni so'rayapman. Chunki haqiqiy qotilni aniqlash vaqti yetdi. U tun o'sha mash'um tunda bo'ri qiyofasida kiyinib olgan bir odam qishloqda izg'ib yurganda. Bo'ri niqobini kiyib olgan o'sha shaxs haqiqiy qotil. Ha! O'sha jirkanch, ashaddiy qotil hozir ayblanuvchi kursisida o'tirishi shart. Ha, aynan o'sha o'tirish kerak. Sudya janoblari. Bayramlarimizda bo'rini aks ettirish baxti jamoamizning eng e'tiborli a'zolariga nasib etadi. Baribir o'sha badbaxtni chaqiring. Uni o'zim so'roq qilaman. Haqiqiy qotil o'sha ekanligiga o'zingiz ham iqror bo'lasiz. O'sha sharafga kamina noil bo'lgandilar. Bu qimmatli taklifni bir hafta muqaddam mamnuniyat bilan qabul qildim. Afv etgaysiz, sudya janoblari. Yo'qotinglar uni. La'natini. Yo'qotinglar uni. Mana. Bu yer People'larning ombori. U shu yerdan chiqqan. To'xta. Bu yoqqa kel. Men bu yerda bo'lganman. Mana shu yerda quduq borligini bilardim. U o'ldirilishidan oldin bu yoqqa kelgan. Uning hidini sezyapman. Ha, shu yerga kelgan. Qani, tezroq. Ketdik. Maslahatchi sudyalar hay'ati a'zolari, sizlar guvohlarning ko'rsatmalarini eshitdingiz. Oxir to'la yem-ku. Ularni ko'pchiligi juda kulgili edi. Endi esa uni gunohsizligiga ishonganlar chap eshikdan kirsin. Uni aybdor deb hisoblaganlar esa o'ng eshikdan kirsin. O'ng tomonda ozuqa bor. Oxir to'la yem-ku. Oh. Yo'q. Lo'li to'g'ri aytgan ekan. O'lik qiz o'tda kuydirilgan bo'ri. Oh. Xo'sh, Sally shu yerdan chiqqan ham deylik. Xo'sh, keyinchi? Chashma, kimdir sehrli quduqni ko'mib tashlabdi. Ammo kim? Men yangi izni topdim. Bu yerda nimadir bor. Bir ovozdan qabul qilingan sud qaroriga ko'ra sizni vahshiy qotillikda aybdor deb e'lon qilaman. Sizni qatl ustuni oldida yondirishga hukm qilaman. Qatl hoziroq baqlajon tanlovi arafasida ijro etiladi. O'lim boriga olam. O'lim boriga. Adolatsizlik! Uni yoqamiz. Borini yoqamiz, qani? Ha! Yo'q! Ana shunday. Yo'q qilinglar. Yo'q, bunday qilmang, iltimos. Yo'q. Bo'riga olam. Qotil O'lim o'ldirilsin. boriga. O'ldirilsin. Siz hatto surishtiruv ham o'tkazganingiz yo'q. Yo'q, Virginia, yaxshi yomon gaplarim uchun kechir. Agar seni oila a'zolaring qatlni ijro etsa yaxshi bo'lardi. Unga o'zim o't qo'yaman. O't qo'ying! O't qo'yinglar! To'xtanglar, shoshmanglar. Ha, Sally Pipni bo'ri o'ldirmagan. Bunga dalil isbotim bor. Nimalar deyapti? U hech narsani isbotlay olmaydi. Yoqinglar. People'lar oilasi shuncha yil sizlarni laqillatib ketdi. U Safsata. hech narsani isbotlay olmaydi. O'zlariga quduq qazib olib, sizlardan sehrli suvni yashirishgan. Tuhmat! Sally Pip musobaqada mag'lub bo'lgach, jahl ustida quduqni ko'mib tashlagan. Keyin bundan voqif bo'lganing zahoti uni quvib yetgansan va darada unga yetib olib uni o'ldirgansan. U nimalar deb valdirayapti o'zi? Bizda hech qanday quduq yo'q. Shundaymi? Nega unda ular 40 yildan Biz beri omilkormiz. g'olib bo'lib kelishadi? Men esa ularga ishonaman. Hoy, pippachalar. Shuncha yil bizni xo'rlab keldinglar. Dalillaring qani? Sallyni men o'ldirganimni isbotlab ber. Ha, haq gap, oldin isbotla. Chakmoning qani? Kecha u egningda edi-ku. Bu nima? Pipning kiyimi. Pipning kiyimi-ku. Qonmi? Qon. Xudoyim. Hamma yog'i qon. Ha. Sally o'limidan oldin nima deb qichqirgan edi? U bo'ri deb emas, buva deb dodlagan. U yaramas maxluq. Qudug'imni ko'mib yubordi. Endi men sehr-u jodudan ayrildim. Hali sen Sallyni o'ldirganmiding, ablah? Qotil! Qizimni qaytarib ber! Qaytarib ber!
Do'stlarim, sizga qanday minnatdorlik bildirsam ekan a? Rahmat oshna. Sendan katta suyak qarzdorman. Bilasan, ochig'ini aytsam, seni jinimdan ham yomon ko'raman. Seni nimaga qutqarib qoldim? O'zim ham bilmayman. Ha, endi biz bir umr do'stmiz. Ha, Virginia, zo'r tomosha bo'ldi. Xo'sh, endi jon kirib qoldimi? Ha, men esa aslimga qaytdim. Ochig'i, o'zi nima bo'lganini yaxshi esla olmayman, lekin sizlar meni qutqarishga urindinglar. Qoyil. Qara-ya. Bu esda qolarli sarguzasht bo'ldi. Bu nimasi? Araba qayg'urga ketdi. Ko'zgumiz qani? O'g'limjon cho'chqalardan bozorga olib ketgandi. Yo'lga chiqqaniga 2 soat bo'ldi. U uzoqqa ketdimi? Ha, yo'q. Piyoda bemalol yetib olasizlar. Xayr, Ko'rishguncha. Qalay, qishlog'imiz sizlarga yoqdimi? unchalik emas. Itingiz kimga o'xshashini hech ham esla olmayapman-da. Nazarimda u sizning hukmdoringiz Shahzoda Vendilga o'xshab ketadi. Shahzoda Vendilga? Miyangiz charchaganmi nima balo? U meni burga boqar laqabli kuchugimni eslatar ekan. Ha, Anthony, keta qolaylik. To'damizdagi bitta tomi ketganning o'zi menga yetarli. Iltimos. Menga shama qilyapsanmi? Ketdik. Biror istak bildirib ketmaysizmi? Biz uchun o'zing tilayver. Xayr. Qudug'imizga suv qaytganga o'xshaydimi? Quvonchli yangilik. Orzuyimizga yetdik. Mo'jiza! Suvimiz qaytdi! Ha, suvimiz qaytdi! Mayli! Men dunyoda eng katta ahmoq bo'la qolay! Quyidagi savollarga javob bering. Hissiyotlaringizni doim sir tutasizmi? Boshqalar uchun yaxshilik qilishga odatlanganmisiz? Har kuni oz-ozdan ezgu ishlar qilib o'zgarib boryapman. Men eng so'nggi kitobimni oxirgi bobi, oxirgi sahifasiga keldim. Men ayol zotini anglay boshladim. O'z irodamni mustahkamlab, qizga tikilmaslikka intilyapman. Bu juda qiyin ish, lekin uddalasa bo'ladi. Men sal jiddiyroq bo'lishni o'rganayapman. Har bir ishni o'ylab qilishga harakat qilyapman. O'qib bo'lmasimdan varaqni o'tkazib yubording. Uning qo'li menga tegib ketsa seskanib ketyapman. Men rostdan ham odamga aylandim. U yaqinda meniki bo'ladi. Qayoqqa kelib qoldik? Bu 9 qirollikning eng tarovatli shahri, Bo'salar shahri. Unda hamma visolga erishadi. Taqdirni o'zi bizni bu yoqqa yetakladi. Bekorlarni aytibsan. O'zing bilasan. Qanaqa bisol, oynani o'ylasalaring-chi. Salom. Men sizlarni kun bo'yi kutdim. Sizlar oliy muhabbatning g'amxo'risizlar. Bir bo'lak kulchi uchun lofni ham qiyib yuborishadi-ya. Dada, Yetib kelmasingizdan turib, sevgi va boylik yo'lingizdan chiqadi. Aytingchi, uchalovimizdan qay birimiz boyib ketamiz? Bashoratim juda ham xiralashib ketdi. Tanga bilan tiniqlashtirsangiz bo'ladi. Ana, mukammal tovlamachilik. Shunday beg'ubor go'dak firibgar bo'lsa-ya. Ha, nozikkina, do'mboqqina, yog'liqqina. Anavi tomonga qarasangiz, qidirgan narsangizni topishingiz mumkin. Xayr. Bu axir araba-ku. Ko'zga o'shanda edi. Rostdan ham o'sha. Yuringlar, ketdik. qizaloq buni qayerdan bilibdi? Yuringlar tezroq. Serial davomini hoziroq yangi TV ilovasida tomosha qiling. Seni arabangmi? Oynamiz qani?
Sizniki ekanini bilmagandim. Uni nima qilding deyapman? Buni boshingizga ko'rasizmi? Shaltoqi belanib yotuvdi. Men qayoqdan bilay? Nima? Bitta yigitga 5 chaqaga sotib yubordim. 5 chaqaga? Qanaqa yigit edi? Bilmasam, aravasiga singan ko'zalarni ortib olgan ekan. Ko'zalar. Endi sen uni topolmaysan, Antoni. Endi nima qilamiz? Yaxshisi bo'linib izlaylar. To'g'ri. Men aybim bilan sevishga ulgura olmadinglar. Ha. Singan ko'zalar. Singan tuvaklar. Senga mazza, umringda hech qanday mashaqqat chekmagansan. Hukmdor zodigonlarning g'am tashvish haqida nimani ham bilarding? O'zingni olamingda bir mardikor bo'lgandirsan-da. Xo'sh, buni nimasi yomon? Men farroshlik kasbimdan uyalmayman. Ha, men ham bir paytlar hukmdor kishilardan bo'lganman. Xudoyim, seni? Ha, men nomi chiqqan tadbirkor edim. 21 yoshimda bir oyda 50 ming topardim. Va kunlarning birida hammasidan ayrilgansan. Ha, o'zimga ortiqcha baho berib yubordim. Hamma pullarimni foydasiz ishga qo'shib kasod bo'lganman. U qanday ish edi? Ko'ngilochar o'yinlar. Robin Hood, ruhlar saroyi, chavandozlar va hindular, arg'imchoqlar, ot o'yinlar. Shiorimiz esa o'yinlar hayotimiz mazmuni edi. Bo'ldi, bas qil, Antoni. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Trollar. Bu albatta nafis ishlangan emas, ammo juda jonli chiqqan, qotib qolgan g'azab. Tasavvuringizga sig'dira olasizmi? Unchalik emas. Haligi men mana bu bo'yim barobar qora ko'zguni izlab yurdim. Sizga eski tuski lashlushlar kerak bo'lsa, ana bu yerdan topasiz. Bo'ri, sen rostdan ham bu yerlarda ko'zguni topish mumkinligiga ishonasanmi? Menimcha shaharga qaytganimiz ma'qul. Oppo'g'oy afsonasini eshitganmisan? U olmadan zaharlangach, hamma uni o'ldiga chiqargan. 7 mittivoy esa uni shu yerga keltirib, billur tobutga yotqizgan. Shu yerga? Uni hayotga qaytishiga ishonganlar. Bu o'sha shaharmi? Shahzodaning buvisi shu tepalikda yotgan. Ey xudo, uni qara. O'sha billur tobut mana shumi? Gap nimadaligini bilmayman, lekin menga hammasi yoqyapti. Bu tabiiy hol. Bo'salar shahrida hamma ehtirosga cho'madi. Ma'zur tutasiz, uzr. Mana u. Mana. Sekin, hammani o'zingga qaratma. Narxi 10-15 tanga. Narxi juda ham past ekan. Yaxshi ham uni sehrli ekanligini hech kim bilmaydi. Uni ishlatma ovsar ko'rib qolishadi-ku. Xo'sh, bu haqda nima deysiz? Nimani aytyapsiz? Haligi, mana bumi? Bu bir puliga qimmat eski matoh. Avvaliga buni qalbaki nusxa deb o'ylagandim. Hech bo'lmaganda eski podsholik davri degandim. E'tibor berib qarasam, u ancha qadimiy ekan. Menimcha, yetim qiz davriga to'g'ri keladi. Juda ham o'ziga xos. Oppo'g'oy bu yerda ko'p yil yotdi. Hamma uni jonsiz deb o'ylardi. Ko'zingni yum. Yengil nafas olib, qimirlamaslikka harakat qil. Ana shunday. Juda soz. Ish qilib unga hayot baxsh etish uchun ko'p yigitlar kelishgan, lekin hech kim buni uddasidan chiqa olmadi. Gapimni eshityapsanmi? Bir kuni shu yerdan qudratli va go'zal shahzoda o'tib qoladi. U to'xtaydi-yu, xayolga toladi. Qanday go'zal qiz. Barra go'shtidek shirin. Ammo qiz muzdek jonsiz edi. Shunda yigit bu sovuq muzlarni eritish uchun tiz cho'kib
jononni lablaridan bo'sa olishi lozimligini anglab yetadi. Shirin so'z va totli bo'lsa, bu Hoy, bekorchilar! Maynabochilikni bas qilinglar. Oyna topildi. Ketdik. U shu yerda edi. Qani u? Shu yerda ko'zgu bor edi. Hey, mana bu yerda ko'zgu bor edi. Qayoqqa olib ketishdi uni? Sehrli oynani aytyapsizmi? Noyob kashfiyot. Biz nihoyatda chuqur hayajondamiz. Havana u yoqda. yaxshi, ketdik. Besh ming? Bu nimasi? Bizda buncha pul yo'q. Film Nurafshon TV telekanali buyurtmasiga binoan Global Dub studiyasida dublyaj qilindi. Filmga aktyorlardan Mohira Nurmatova, Hoji Akbar Komilov, Elbek Mirzohidov, Akmal Soipov, Dilbar Abdukamolova, Sayfiddin Fayziyev va Otabek Rahmatovlar ovoz berishgan. Dublyaj rejissyori Dilmurod Abdulhamidov, ovoz rejissyori Bunyod Shuhratov, muharrir Sunnatilla G'ulomov, prodyuser Murodilla Toshmatov.